Aslida u Londonda ko'z shifokori bo'lib ishlagandi. Hech qachon siyosatchi bo'lishni istamagan edi. Lekin birgina qo'ng'iroq tufayli uning taqdiri o'zgarib ketdi. Uning otasi Suriya prezidenti Hofiz Asad edi. Hofiz Asadning eng sevimli merosxo'ri Basil Asad avtohalokat tufayli halok bo'lgach, ikkinchi o'g'li Bashar Asadga qo'ng'iroq qilib, mamlakatga chaqirtiradi. Bir kechada shifokorlikdan harbiy akademiyaga qabul qilinib, merosxo'r sifatida tayyorlangan. 2000-yilda hokimiyat tepasiga kelganda Bashar Asadni hamma islohotchi deb o'yladi. G'arb mamlakatlari u bilan yaqinlashib ko'rmoqchi bo'ldi. Lekin 2011-yilga kelganda Arab bahorida u tanlov qarshisida qoldi. U otasi tanlagan yo'ldan borib qon to'kib hokimiyatda qolishi yoki islohot o'tkazib hokimiyatdan ketishi mumkin edi. Mana bunday vaziyatda u isyonchilarning ustiga tanklarni yubordi va parlament binosida kulib turib buni tashqi fitna deb atadi. Uning hukmronligi uzoqqa cho'zilmadi. 2025-yilda isyonchilar mamlakatga hujum boshladi. Bir necha kunlar mobaynida hokimiyatni egallashdi. U bir tunda Moskvaga qochqin sifatida ketdi. U shifokorlikdan taqdirning taqozosi bilan prezidentlik darajasiga yetishadi. U qahramon sifatida nom qoldirishi mumkin edi, lekin u diktatorlikni tanladi, xalqiga azob berdi va so'ngida esa siyosiy qochqinga aylandi. Xalqiga azob bergan, turli xil qiynoqlar bilan qiynagan Bashar Asad haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.